Qurbanlıq Allahqa yaqinlashish uchun o'lchamga yetgan qo'y, kala, tuga va o'chki qatorliq chorva mollarni Allah yo'lida bo'g'izlash orqali Allohning buyrug'ini shaksiz ijro qilishning simvoli. Chunki Alloh taolo tunji qatim Ibrohim alayhissalomga o'g'li Ismoil alayhissalomni Alloh yo'lida bo'g'izlash orqali qurbonlik qilishga buyurdi. Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'ini shaksiz ijro qilish uchun o'g'li Ismoil alayhissalomni bo'g'izlamoqchi bo'ladi. Lekin pichoq kesmaydi. Chunki Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni imtihon qilgan bo'lib, imtihondan o'tganlik uchun pichoqqa kesmaslikka buyurdi. Alloh taolo Jibril alayhissalom orqali bir qo'chqarni o'g'li Ismoil alayhissalomning o'rniga qurbonlik qilishga tushirib berdi. Shuningdan keyin bu qurbonlik Allohga bo'lgan iymon va ixlosning va Allohning buyrug'ini shaksiz ijro qilishning bir simvoli sifatida yo'l qo'yildi. Chunki Alloh taolo degandek bizning qilgan qurbonlik mollarimizning Alloh taologa hech qanday keragi yo'q. Alloh taologa yetidigini bizning fidokorligimiz va Allohdan qo'rqib Allohning buyrug'ini ijro qilganligimiz. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan qo'y 6 oydan cho'ng bo'lishi, o'chga 1 yilga to'shqan bo'lishi, kala 2 yilga to'shqan bo'lishi, tuga 5 yilga to'shqan bo'lishi kerak. Qo'y oilasiga tava o'chga va tekilarni, kala oilasiga tava qutazlarni qurbonlik qilishga bo'ladi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan molning bir ko'zi yoki ikki ko'zi ama, quliqi tug'ma yoki hodisada yo'qolib ketgan bo'lsa, bu mollar qurbonlik qilish o'lchamiga yetmagan bo'ladi. Quliqining ikkisi yoki birisi yirtilib, tilinib, uzilib ketmay sangilab qolgan bo'lsa, yoki quliqining birisining yarimidan ozroq qismi kesilib ketgan bo'lsa, yoki quliqi tushuk bo'lsa, qurbonlikqa yarar beradi. Lekin bu makruh, ya'ni yaxshi emas deb qaraladi. Tug'ma mungizi yo'q yoki hodisada yo'qolib ketgan yoki sunib ketgan mollarni qurbonlik qilishga bulav beradi. Ammo quyruqining 3dan 1dan ortiq qismi kesib etilgan bo'lsa, qurbonlikqa yaramaydi. Lekin tug'ma quyruqsiz mol bo'lib qolsa, qurbonlikqa yarar beradi. Qurbonlik mollarni qurbonlik qilish niyati bilan setilib bo'lgandan keyin, bo'g'izlig'ichi bo'lgan orliqda ayiblik bo'lib qolgan bo'lsa, buni qurbonlik qilishga bulav beradi. Bir qo'yni bir odam yoki bir oila qurbonlik qiladi. Ammo kala yoki tuguni 7 odam yoki 7 oila sheriklashib qurbonlik qilsa bo'ladi. Ya'ni bir tuga yoki bir kala 7 qo'yning o'rnida turadi. Qurbonlikni bo'g'izlamoqchi bo'lganda pichoqni ittiq qilamiz va qiblaga qaratib, pukunidan pichoq surib, bismillahi Allohu akbar deb bo'g'izlaymiz. Qurbonlik mollarning oldida pichoq bilamaslik va birini yana birining oldida qaratib qo'yib bo'g'izlamaslik va qurbonlik mollarni bo'g'izlaydigan o'ringa qo'pollik bilan so'rab tortib akilishdan saqlanish lozim. Qurbonlik qilishning eng afzal vaqti hayit namozi va xutbani o'qib bo'lgandan keyin bo'ladi. Hayit namozni o'qib bo'lib, xutba oyoqlashdan burun qurbonlik qilishmi durust. Qurbonlikning oxirgi vaqti hayitning 3-kuni kun petishdan burun bo'g'izlab olish lozim. Qurbonlik molning go'shining 3ning birini boshqalarga hadiya qilish mustahab, ya'ni yaxshi. Qurbonlik mollarning tirisi yoki kalla pochoqlarini setishga bo'lmaydi. Chunki bu Alloh yo'lida otilib bo'lgan qurbonlik. Ammo hadiya qilishga bo'ladi. Agar setib bo'lgan bo'lsa, pulini sadiq qilamiz. Qurbonlik mollarning tirisini yoki kalla pochoqlarini masjid qurilishiga ishlatishga bo'ladi. Qurbonlik molning yo'ngini qirqqan bo'lsa, bu yo'ngni setishga bo'lmaydi, ammo sadiq qilishga bo'ladi. Molni qurbonlik qilishga bulav beradi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam qurbonlik molni asli o'zi va o'zi turgan joyda bo'g'izlaydi. Agar o'zi bo'g'izlashga yoki o'zi turgan joyda bo'g'izlashga imkoniyati bo'lmasa yoki boshqa yurtlarda texnik ehtiyoj bo'lsa, shu yerga avatish orqali boshqalarni vakil qilib bo'g'izlasimi bo'ladi. Marhaba, oya marhaba, atqosi nurluqdan saba, yengilmas kuchlik sab bo'lib, yangrisun taybir hafsada. Marhaba, oya marhaba, atqosi nurluqdan saba, yengilmas kuchlik sab bo'lib, yangrisun taybir hafsada. Marhaba, oya marhaba, atqosi nurluqdan saba, yengilmas kuchlik